Ota kasal bo'lib turibdi. Farzand uchun birinchi o'ringa chiqadigan ibodat otasining oldida turib xizmatini qilish. Tushunarlimi? Bolam, qarib qoldik. Biz oldimizda o'tirgan, tirishliging o'tyapsa, Rossiyaga ketishlik bu ibodat bo'lmaydi. Otangiz qattiq kasal bo'lib yotibdi, yonida bitta odam turish kerak. Masjidga azon aytdi. Azon aytdi namozga. Masjidga chiqishlik sunnat bo'lsa, otangizning xizmatini qilishlik hozir farz bo'lib turibdi, vojib emas, farz bo'lib turibdi. Ibodatning ikkinchi turi sharoit ibodat. Uyingizga mehmon kelganda birinchi o'rindagi ibodat qaysi bo'ladi? Ana shu mehmonni izzat ikrom qilishligingiz. O'g'lingiz jomiyadagi oxirgi bitiruv imtihoniga keldi. Sizning ishingiz shu bolaga sharoit qilib berishlik. Molga o'zingiz qarab turing, qo'yga o'zingiz qarab turing, agarotda o'zingiz shof turing. Chunki hozir bu bola imtihonga tayyorlanishi kerak. Shunga sharoit qilib berishligi sizning birinchi ibodatingiz bo'ladi.